Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Andijon shahridagi temir bozoriga kelganmiz. Butun O'rta Osiyoda egallagan ekonom pechkalar, atrobodkali pechkalar, 1 litr atrobodkamiz, ya'ni ishlab chiqqan avtomobil moyimiz 2 soatgacha yonib berar ekan. Ushbu pechkamizda 3-4 soatgacha ham deyarli yonar ekan. Xudo xohlasa, nima demoqchi edim? Maksimum 5000 so'mdan olasiz. Bo'lmasa katta avtoservislarga borsiz, yoqilg'ini ishlab chiqqan atrobodka moyni 3000 so'mdan ham topsa bo'lar ekan. Yangi listdan ishlatilinadi. Mana bu yerga yog'ni quyasiz. Rasul Metal akam trendda yog'ni quyasiz. Bu yerdan tomiydi. Mana bunoni garelkasini yopib qo'yasiz. Xullas kalom shu yerdan yonib, bu yoqdan chiqib ketadi. Mo'rini qancha ko'p nima qilsangiz, issiqlik shuncha ko'p saqlanib qoladi. Uzun qilsangiz. Akalarimizda bunaqangi ro'zg'orga ishlatishga, bu ham atrobodka moyga mo'ljallangan garelkalar ham mavjud. Buni idealni qilib, ixcham qilib maslashib beradi. Bu yana bittasi. Akalar mehnatda mana bu yoqda mana qozonlarga, atala qaynatishga, qozon qaynatishga garelkalar ko'rib turibsizlar. Bu yoqda bo'lsa mana tashlik ko'ralar. Buni yonida taxtalari bor. Qilingan xom mahsulotlarni qo'yib turishga, patnislarni qo'yishga oyoqlari bor. Oyog'i mana. Xullas kalom safarlarga, pikniklarga olib chiqib ketishga juda ham zo'r narsa. Yana bu yerda pikniklar uchun mana motorchik bilan ishlaydigan garelka mavjud. Raqamlarini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Respublika bo'ylab dastavka berishadi. Xudo xohlasa akalar mehnatda kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Podpiska, like, izohlarda fikrlarni kutamiz.